Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga. Ozod Nurbek xudo xolisa akalar sizlar bilan yana aloqadamiz internet orqali. Xo'p, har doim so'rarlaring mol bozorga chiqqanmiz, ukajon, yem-hashir narxini ko'rsat, yem-hashir narxini ko'rsat deb. Voy, mana sizlarga Dehqondozdan, Poliyadan kelib ko'rsatyapmiz xudo xolisa. Xo'p, bugun biz bilan akalar manzilda bitta keyinroq tushuntirib o'tamiz. Makkaga kimga qiziq bo'lsa, akalar g'alladan keyin urilgani, g'alladan keyin ekilgani bo'ladi. Adashmasam shu 10 gektar joyda akam shunday ukajon urib tarqatamiz deyishyapti. Xohlasangiz yavlut bitta o'zingiz oling, xohlasangiz boshqa narsa. Qolganini akani o'zlari bilan bir maslahat qilib gaplashib olamiz video davomida. Sizlar bekor o'tirmanglar, like bosib ketasizlar xudo xolisa. Nasib bo'lsa mana shu akam bilan gaplashaveramiz. Aka, assalomu alaykum yana hurmatda. Yana rasmiy aytishim, hamma ko'rishib qo'yadi baribir. Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, aka, nima qilamiz buni? Buni uramiz. Xudo xolisa 20 da boshlaymiz. 20-da boshlaymiz. Bugungi sanamiz 10 oktyabr 2025-yil bo'ladi. Qaranglar akalar. Poliyamiz salkam mana shunday bir xil nima desam bo'ladi, bitta baland joyga kelib olib video qiladiganimiz yo'q sizlarga mana. Ko'ringlar, ko'rinyapti? Yana ham bir eg'ini sal ko'rsatamiz akalar. Xo'p, aka. Hosil mana shu. Mana akalar, g'alladan keyin urilgani mana bir boshidan kiramiz mana. Bitta ochamiz mana. Akam o'zi ochib qo'yibdilar bitta ikkitani. Aka hammasini ochib tashamay, odamlar o'zingiz ochganingizni ham ko'rsating dedim. Mana. Akalar. Xo'p. Mana birda. Doim yo'nalishi ekilgan. Shunda bu aka silos bo'ladimi? Shunda nima bo'ladi bu? Silos endi unga yem hashlagandan tushunavermayman aka. Bu silos bo'ladi. Mana sizlarga akalar, donini ko'ring. Hozir shunda aka mana ular olib qolinmaydi, paramoy bo'ladi hammasi. Paramoy Jaguarda uriladi. Jaguar xizmat bizdan. Keladi, tarozimiz bor. Taroziga nima qiladi? Tortib, kilasiga olib ketaveradi. Xohlasin 1 moshin, xohlasin 10 moshin. Hozir shunda aka necha gektar dedik? Boya 10 gektar deb aytdimmi? To'g'ri aytdimmi? 10 gektar, ha? Yuravering asosida nariyalarni ham ko'rsanglar, odamlar baribir ko'rsin, nima bor poliyada. Xo'p, akalar 10 gektar joydan uriladi. Nima deysizlar? Mana bu taraf sal baland, mana bu taraf sal past. Aka, buni yavlutdan beraveramizmi? Farqi yo'q. Masalan, 10 gektarda olaman degan akalarim bor. Shunday, kelishalsa farqi yo'q uni. Masalan, mana. Voy, donini qaranglar. 20-da boshlaymiz, xudo xolisa. Voy, buni mol qo'ylarga bersiz-a, navoslarga bersiz-a. Voy, akalar, mazza qilib buni qarang. Mana donlari mana 2 ta, 3 tadan bor. Mana bitta unaqani o'zida akalar mana bitta endi chiqibdi, 1, 2, 3 ta ham bor. Mana bu ham ichkarilarni ham oling. Bir ko'rsamiz mana. Bu ham baland emas, don yo'nalishda, yem yo'nalishda. Adashmasam oxirgi marta 2014-yilmi, 15-yil paxtaga borganimda mana shunaqa poliyalar ko'rganman. Mana. Qaranglar, turishini. Olgan odam akalar mazza qilasizlar xudo xolasa. Xo'sh, aka. Shunda 10 gektar bor bu yerda. Shunday, 10 gektari bor. Akalar nima qilamiz? Hamyog'ini biz aylantirib ko'rsatamiz. Bu oxiri, eng orqasi. Eng oxirdan keldik akalar. Eng oxirdan boshladik. Ana bu tarafni qarang balandligini. Ana sizga. Aka shunda razmerlari nechi poliyani? Uzuni 800. Uzunasiga 800 metr u tarafgacha. U tarafgacha akalar 800 metr, bu tarafga endi 120 atrof bo'ladimi? Chiqib 10 gektar joyda akam xudo xolasa bir boshdan tushib urib beradilar, nasib bo'lsa. Balandligini nima deyman? Mana 2 metrdan ziyod akalar o'rtalari. Mana bu yerlar sal pastroq bo'ladi, bilasan, uni boshi. Oxirida bu. Bu oxiri. Nariyalar hali o'rtaga kirsangiz, o'rtalari bosh akalar baland bo'ladi. Bilasizlar o'zlari, endi men to'g'risi buni tushunadigan odamlarga aql o'rgatish niyatim yo'q. Shunchaki borini akalar boricha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Akajon, nima qilamiz endi buni? Narx-navosini kelishaylik, nima bo'ladi, nima qo'yadi? Adres tushuntiring birinchi. Bu Jizzax, mana Chaqmoq qushxona Ziloldan. Zilol ana Shirda oldidan chapga qarab burilganda, kelganda Chaqmoq qushxona arqa betda poliyada. Ana sizga, ana olib ketish ham, chiqib ketishga ham oson. Bu tarafi Sirdaryoga chiqib ketaman desa, bu taraf Samarqandga ketaman desa, bexijolat bemalol bo'lishar ekan. Ana sizga. Aka, endi bu narxini nima qilamiz buni? Narxini nimaga kelishamiz? Seli poliyaga kelishamizmi yo tonnaga kelishamizmi, kilogramm kelishamizmi, nima kelishamiz? Farqi yo'q. Misol uchun bizniki Jaguar xizmat bizdan. Hozir bo'layotganini aytsam, urib berish xizmati sizlardan. Bepul, ha? Bepul. Ana salarkaga pul berasan, unaqa narsa yo'q, ha, aka? Misol uchun moshin, xohla moshina bo'lsin, moshinni o'qisin, xohlasin o'sha yerda moshin bo'ladi. Biz tarozdan o'tkazamiz, kilasiga mayli bo'layotganini qo'yaman, 500 so'mdan qo'yaman.
Kilogrammi 500 so'mdan. Shunday. Voy, akalar. Doni ana bilan sizga. shuni Jaguar uradi. Doni bilan Jaguar urib beradi. Kilogrammiga akam 500 so'mdan narx so'rayaptilar. Xo'p, ana va akam ana internetga o'xshab o'tirmanlar. Ana 700 so'm demaymi, 800 so'm demaymi demadilar. Promoy 500 so'mdan beraman Bo'lakkan akajon ayt. debdilar. Bo'ladigani. Jaguar xizmati bepul bo'ladi sizga. Ko'ringlar, kalkulyatorga hisoblab qo'yinglar. Adashmasam, buni yem do'konlaridan yoki o'sha yemxonalardan 900 so'm, 1000 so'mdan oladimi aka kamida? 900 so'm, 1000 so'm atrofida olasizlar buni. Endi upakovka qilingan boshqa narsa. Endi sizlarga upakovka qilib xaltasini olib qolib, ya'ni qopini olib qolib nima qilasizlar? Ko'p navoslaringiz bo'lishi mumkindir, qo'y qo'chqarlaringiz bo'lishi mumkindir akalar. Bosib olinglar, mana sizlarga yaxshigina variant. Kilogrammini akalar 500 so'mdan qilib beramiz ukajon, bo'lishini dedilar. Qiziqqanlar pastda telefon nomer qoldirganmiz. Vodiydan bo'lasizmi, Vohadan bo'lasizmi, Samarqand bo'lasizmi, Qashqadaryo, Buxorodan kelasizmi, farqi yo'q akalar. Bitta poliyani seli olaman, siz bitta poliyani seli qilib beraman aka debdilar. 10 gektarni yo'q, menga 2 mashina kerak, 4 mashina kerak desiz, farqi yo'q. Jaguar xudo xolasa 24 ga yetishda xizmatda bo'ladi. Jaguarda akalarim bitta chiroyli qilib urib berishadi. Xo'p, aka, nima qilamiz? Bonusi endi Jaguar bu berdi. Endi mag'ara ustida endi bo'ladi. Hamma narsa 50 kilo, 60 kilo ziyodi bo'ladi, yo 70 kilo. Uni o'tib beramiz. O'tib beradigan joy, xudo xolasa. Faktik bo'lgan narsa-da. O'zimiz birovdan olsak ham shunday bo'ladi. Nega mana bo'layotgan qilib 600, 700 bunaqa donli silos hali 500 chiqqan. 500 so'mdan chiqmadi hali. Akalar boyatganimizdek, men bunaqa narsalarga ozroq to'g'risi tushunmayman. Xohlasin kelib mana ko'rsin. Xohlasin kelib ko'rib, mana ichib ko'rib, xohlagan ishlarini aylanib ham ko'rsin, ha? Ko'rsin. Ana sizga akalar. Xohlasangiz ishini aylanib odam misol uchun kelib ko'rsin. Keladi. Yana bitta ko'rsataymi? Mana. Ana u tarafdan katta joydan tushib qolding, hosili zo'r joydan tushib qolding deganlar uchun akalar qayerdan yurib mana bu yerdan ko'rsataman, ana shu yerdan yana ko'rsataman. Bo'ladimi? Ketdi ichiga akalar. Sizlar uchun ketdi. Ilon chiqib qolsa, xafa bo'lari yo'q lekin. Ilon bilan tivolashib ham ketaveramiz akalar. Xo'sh, qani, qayerdan ko'rsatay? Mana bundan ko'rsataymi? Mana. Ko'ring aka donini. Bor. Yana qayerdan ko'rsatay? Mana. Bitta shoxda o'zida 2 ta 3 ta bor akalar kamida. Bitta qo'lda sal no'ng'ay bo'lyapti akalar, to'g'ri tushunasizlar. Mana. Udobno yo'q. Mana. Bu tarafdan chiqdikmi? Endi mana sizga bu tarafini ko'rsatamiz akalar. Aka keling. Qayerdan ko'rsatdik aka? Mana. Bunisi, mana bu tarafi, ana u tarafi, menimcha akalar puliga arziydigan narsani ko'rsatyapsiz sizlarga. Bu oxirida bu endi eng oxiri anaqa. Mana misol uchun buyog'i bir tekisda. Bu oxiri mana sutalar. Endi bari ana ko'radiganlar ham biladi. 20-kuni boshlaymiz. 20-chisiga kuni uriladi, ha? Urilishda boshlanadi. O, 10 kun qolibdi-da shunda. 10 kun qoldi. Buni 10 kun xota bor. Shoshinglar akalar, 10 kun qolibdi. Bugun 10-sana bo'ladigan bo'lsa, 10-da xudo xolasa urish boshlanadi. Shuning uchun vaqtliroq qilib chiqarib 10 kun oldin sizlarni ogohlantirib akalar video qilyapmiz. Xudo xolasa buni mol bozorga ham ozroqina videochasini qo'yib beramiz. Akalar shoshinglar, keyin qolmay qopti. Ozodjon yana tovib berdi sizlaring. Xudo xolasa akalar, keyin eg'ini chiqib qolsa yana ko'rsatib beramiz. Avvalasi ulgurib qolinglar. Mana. Bu eng chetida enik. Mana. 20-kuni xudo xolasa o'rib, mana sizga qattiq bo'ladi. Buni boshlaymiz. Tushunarli. Mobododa aka puli bor ekan kelib turib 10 gektar shunday olamanda o'zim mana shularni qayirib qaynatib solsa ham bo'ladi-ku buni. Yo shunday, lekin bu silos yo'nalishda qilsa yaxshi bo'ladi. O'zlariga plyus bo'ladi. Yo, tushundim. Bir xil akalarim bor, aka bilaman. Ana Makkayin aka 1000 so'mdan olishadi-da donasini. Shunday. Aka bozorda 5 million sotyapti-da qaynatib. To'g'risida haqiqat-ku, to'g'risi misol uchun o'zim deb boshlaysiz, yo bitta shu 500 so'm ekan deb o'tib ketasiz. Mana buni aka endi balkim men adashayotgandirman. Mana buni qaynatib yesa ham aka bitta donasi o'zi mana 5000 ga sotadi aka mana shuni. Shunday. Balkim bo'yatganimdek 10 gektar shunday olaman akajon. O'zim eg'ini misol uchun Jaguaringda xizmatingni qilib berasan, mana bunisini ana qilaman, o'zim qayrib olaman degan bo'lsa ham beraveramizmi? Farqi yo'q. Sizga qanaqa variant bo'lsa ham sizga qanaqa kelishsa bo'ldi. Bo'ldi. Akalar manzilni tushuntirib o'tamiz, yana bir bor. Xo'p, manzilimiz Zilol mahallasi, ya'ni Sherni bilasizlar hamma, Jizzaxda turadiganlar. Mabodo bilmasalaring, akaga telefon qilsanglar, aka lokatsiyani tashib beradi sizlarga. Sherda oldindan kirganlaringda Zilol mahallasining orqa tarafida Chaqmoq degan qushxonamiz bor. Ana shu qushxonaning orqasida poliya, akami poliyasi bo'ladi xudo xolasa. 10 gektarni kilogramga siz kilogramga
olib gektar desangiz, olib gektarga shunday ko'tarasiga ham savdo qilaveraman akajon debdilar. Jaguar xizmati akalarda o'zida optimal hammasini olsangiz ham yoki 2 mashina olaman, 4 mashina olaman desangiz ham bo'laveradi. Bugungi sanamiz 10-oktyabr bo'ladi. Poliyamiz 20-oktyabrdan urush boshlanadi. Akaga aloqaga chiqa olasizlar xudo xolasa. Aka, nomer ayting. 90 485 91 05. 9105 postoyanno ishlaydi. Akalar postoyanno nomer ishlab turadi. Mabodo telefon qilib tusholmay qolsalaring, antenna yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. SMS yozasizlar yoki Telegramdan akani o'ziga aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, menimcha akalar hamma narsani ma'lumotlar to'g'ri tushuntirdik degan umiddaman. Kam ko'sti bo'lsa komment yozib ketasizlar. Telefon nomer akanikini qoldiramiz, обязательно telefon qilib gaplashaverasizlar. Voy, yozda g'amlaringni yeb qo'ymasalaring, qishda akalar ancha bu narsa qimmat bo'lib ketadi. Bilasizlar o'zlaring, men sizlarga o'rgatish shart emas. Navvasi bor, qo'y qo'zisi bor akalarga videoni jo'natib qo'yasizlar.